adabiy ijod, amaliy san'at va hunarmandchilik, arxitektura, loyihalashtirish va urbanistika, audiovizual san'ati, ijrochilik san'ati kabi kreativ yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan Kreativ Park rezidentlari uchun 2025-yil 26-martdagi Prezidentimizning 61-sonli farmoniga muvofiq bir qator soliq imtiyozlari belgilangan. Birinchidan, ular ijtimoiy soliq hamda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini amaldagi stavkaning 50% miqdorida to'laydi. Ikkinchidan, ular realizatsiyadan olinadigan daromad hajmidan qat'iy nazar aylanmadan olinadigan soliqni qo'llash huquqiga ega. Shuningdek, o'z xohishiga ko'ra umumbelgilangan soliq solish tartibiga ham o'tishlari mumkin. Mazkur soliq imtiyozlaridan foydalanish uchun yuridik va jismoniy shaxslar faoliyatdan olinadigan daromadning kamida 80% kreativ iqtisodiyot yo'nalishiga to'g'ri kelishi hamda Kreativ Park rezidenti maqomiga ega bo'lishi lozim. Kreativ parklar faoliyatini tashkil etish hamda ushbu soliq imtiyozlarini qo'llash tartibi Vazirlar Mahkamasining 90-sonli qarori bilan tasdiqlangan. Mazkur imtiyozlar 2025-yil 1-maydan 2031-yil 1-yanvarga qadar amal qiladi. Kreativ g'oyalaringizni rivojlantiring, yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalaning.